O'z sohasining professionallaridan ta'lim ol. Profi University 78 777 11 11. Oy. Nega O'zbekistonda darslar bor, lekin hayotiy saboqlar yo'q? Nega o'qituvchilar ko'p, ruhlantira oladiganlari kam? Nega biz ta'limni rivojlantirish haqida gapiramiz, lekin u haqida ochiqcha gaplashishga qo'rqamiz? Deyarli har kuni nega bilan boshlanadigan millionlab savollarga duch kelamiz, lekin birortasiga tayinli javob ola olmaymiz. Juda ham ko'plab auditoriyalar, sinfxonalar, o'quvchilar va universitetga kirganimdan keyin talabalar aynan o'sha muhitda meni rivojlanishimga, katta bo'lishimga hissasini qo'shdi deb ayta olaman. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin ma'lum muddat men o'zim ham dars berib ko'rdim, qay darajada o'qituvchilik qo'limdan kela olar ekan deb. Ma'lum muddat ruhlantirdim o'quvchilarni. Va o'sha payt bitta savol paydo bo'ldi. Men o'zi faqat dars o'tyapmanmi yoki ilhomlantiryapmanmi degan. Bu savol meni o'qituvchidan tinglovchidan esa hikoya qiluvchi insonga aylantirdi. Men bildimki, hayotiy saboqlar, haqiqiy darslar va ochiq suhbatlar insonni oldinga intilishiga sabab bo'ladi. Shu sababdan o'zimning YouTube kanalimni tashkil qilishga qaror qildim. Ismim Mehrojiddin, o'qituvchiman. Avvalo bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun pastdagi obuna bo'ling tugmasini bosib qo'ying. Har hafta chiqadigan videolar ostida o'z fikrlaringizni, ya'ni insonlarni ruhlantira oladigan, muammolariga yechim bo'ladigan fikrlaringizni yozib qoldiring. Biz har bittasini o'qib chiqamiz. Agar qiziqroq mavzuni yozib qolsangiz, biz u haqida katta ko'rsatuv tayyorlashimiz ham mumkin. Va eng asosiysi, siz bu kanalni, izohlarda yozilayotgan fikrlarni va olib chiqilayotgan mavzularni foydali insonlar uchun bu narsa aniq kerak deb o'ylasangiz, kanalni boshqalarga ulashing, safimiz kengaysin va biz bilan birgalikda boshqa insonlar ham ruhlansin. To'g'ri, ta'lim haqida gapiradiganlar ko'p, sen ulardan nima farqing bor deyishingiz mumkin. Men nafaqat dars o'taman, balki ruhlantiraman. Maqtanyapsan deb o'ylashingiz mumkin. To'g'ri o'ylayapsiz. Maqtanyapman. Rostdan ham men boshqalarga qaraganda yaxshiroq o'quvchilarni, atrofimdagi insonlarni ruhlantira olaman. Bu kanal shunchaki dars o'tiladigan kanal emas. Bu kanalda siz talaba, o'quvchi, o'qituvchi yoki oddiy inson bo'lishingizdan qat'iy nazar ruhlanasiz, ilhomlanasiz, ma'lum bir narsalarni o'rganishga bo'lgan qiziqishingiz ortadi. Bu kanal umumiy ta'lim haqida, ya'ni education haqida, lekin faqatgina maktab va oliy ta'limda o'tiladigan darsliklar emas, hayot bizga o'tadigan, hayot bizga beradigan ta'limlar haqida. Yopilish haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, hozir bir daqiqa. Hozirroq mazzam yo'q, lekin va'da berilgan har hafta bittadan video chiqadi deb, o'sha sababdan hozir suv ichib, tomoqni ho'llab turish kerak. Har hafta siz bilan barcha negalarga javob topamiz. Boshida bekorga boshlamadim. Nega o'qituvchilar ruhlantirmaydi, nega ta'lim haqida gapiramiz deb. Biz har hafta ma'lum bir negalarga javob topamiz. Ma'lum bir negalar orqasidan keladigan muammolarga yechim izlaymiz, qidiramiz va uni izohlarda, videoda muhokama qilamiz. Sizda muammo bormi yoki ma'lum bir fikringiz bormi? Uni qo'rqmasdan meni shaxsiy profilimga o'tib yozishingiz mumkin. Men YouTube kanalimda Telegram, email yoki oddiy telefon orqali qanaqa bog'lanish mumkinligini pin qilib qo'yibman, qadab qo'yibman. Agar sizda taklif va izohlar bo'lsa, bemalol menga yozing. Birga o'ylaymiz, birga o'zgaramiz va bu birinchi son bo'lganligi uchun unchalik muhim narsalar emas. Bu shunchaki tanishuv. Kanal nima haqida, biz nima haqida gaplashamiz bu kanalda va kanal sizga nima uchun foydali bo'ladi degan savollarga qisqacha javob berishga harakat qildik. Bir narsani aytib o'tish kerak. Men shunaqa sal erkinroq formatda bo'ladi yoziladigan ko'rsatuvlar. Men o'zi bu YouTube kanalni ancha vaqtdan beri ishga tushirmoqchi edim, lekin qunqimayotgandim yoki bo'lmasa nima haqida gapirsam ekan deb o'ylardim. Va nima haqida gapirishni topdim va qanday gapirishni ham topdim. Faqat bu kanalni menga yuritishda yordam beradigan insonlar kerak edi. Shuning uchun menga "Davay bos sen, biz podдержка qilamiz" degan universitet bor, mana Profi University.
hozir qabul davom etmoqda, reklama tiqib ketyapman va asosiysi universitet menga texnik tomondan yordam beryapti, lekin mana bu yerda yigitlar bor bizga umuman syomkada yordamlashayotgan. Yana bitta yigitimiz bor, u hozir sal muhimroq ishi bor ekan, sevgani bilan gaplashyapti. Zamonaviy universitetmi? Unda Profi University. Ko'rsatuv qisqacha birinchi soni shunaqa. Biz keyingi sonda nima haqida gapiraylik, nima haqida aytishimizni xohlaysiz? Xo'sh, o'sha haqida izohlarda yozib qoldiring. Keyingi mavzu albatta siz uchun qiziq bo'ladi. Va ozgina spoiler qilaman, keyingi sonda nima haqida gaplashishimiz. Keyingi sonda alamli orzular haqida gaplashamiz. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Qisqacha men va men ochgan kanal haqida bori shu. Xayr. Hali zapis o'chmagan bo'lsa, shu yerda yana bitta gapni aytib ketay. Shavasi chiqib turing. O'zi bu kanal asosiy tashkil topishiga ilhomlantira olgan yagona bitta video bo'ldi. Bu videoni hozir ko'rsatuvdan keyin avtomatik ulab yuboraman. O'shanda ko'rib olsangiz bo'ladi. Aynan Xalq ta'limi info rahbariyati tomonidan tayyorlangan. Nega o'qituvchi bo'lishni o'quvchilar xohlashmayapti degan mavzuda, ya'ni bolalar xohlashmayapti degan mavzuda. Qiziq mavzu. Undan tashqari umuman kanal formati Teacher bor, Azam Qahramoniy YouTube'da ikkita kanali bor. O'sha brat ilhomlantira oldida, "Davay bos." Unaqa demadi menga. Prosta har bitta YouTube kanalida chiqadigan videolar ko'raman. Harakat qilish kerak, bosish kerak deydi. O'shancha harakat qilyapmiz, bosyapmiz. Siz ham bosing, obuna bo'ling. Videolarimizni juda ham ko'pchilik ko'rsin, mazza qilsin, izohlar yozib tashlang, xohlagan izohingizni. Shaxsiy, hayotiy, kasbiy javob topa oladiganlarimga joyida javob berib ketaman. Agar javob topa olmasam, izlanaman, qidirib ko'raman, professorlar, olimlar bilan gaplashaman, ChatGPT bilan muloqot qilaman. ChatGPT zo'r foyda beradi, ishlatish kerak. Shunaqa hozir video pauza bosiladi va video boshlanadi. Hammaga rahmat. Katta bo'lganda kim bo'lmoqchisan? Katta bo'lsam sudya bo'laman. Hokim bo'laman. Bankir, prokuror. Nega o'qituvchi bo'lishni xohlamaysan? Gabi onasi? Dadasi, uyda go'sht tugab qopti. Buni amallab turinglar. O'zi ana tizimda yana muammo bor. Oyligim kechikyapti, oylik tushmayapti. Unda kartoshka bilan non olgach keling. Onasi, sen tushunmayapsan. Oyligim yo'q. O'zi magazindan ham qarzim bor. Aka, shu oyligimiz ozgina kechikyapti-da bu safar. Tizimda qanaqadir muammo bo'lib qolibti. Shunga ozgina Keyin kredit vaqtida to'lash kerak-da. To'g'ri tushuning aka, shunaqa bo'lib qoldi. Ozgina oyligimiz kechroq tushadi-da bizni. Shunga unaqa qilib uzib yuboraman, xudo xolasa. Men keyingi oyga uzib yuboraman aka. Domla, yaxshimisiz? Chetroq yursangiz bo'lmaydimi? Uzr. Alo, assalomu alaykum Jamshid aka. Alaykum assalom. Qattasiz? Men qurilishga ishga chiqdim, ozgina bir qism ishlaydi. Tez maktabga yetib keling. Otpuskadaman u Jamshid aka. Qanaqa otpuska? Bu yoqda bolalarni yozgi to'garagi bilan kim shug'ullanadi, menmi? Agar yoqmayotgan bo'lsa, arizani yozib keting. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'ldi, hozir boraman Jamshid aka, xo'p. Sanmi men o'g'limga past baho qo'ygan? Yaxshi o'qimaganman. Past baho qo'yaman. O, yaxshi o'qimadi deb qo'yaverasanmi bahoni? O'y, bahosini to'g'rilaysan. O'zim bosib o'tirib, men kelib yurmay bunaqa. Bilib ishingni qil. Profi School. Think out of the box.